Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugun sizlarga o'qib beradigan hikoyaning ismi Ho'rining oqibati. Bir kuni qattiq bo'ron chiqib, orqadan qattiq yomg'ir yog'ishga boshlabdi. Yomg'irdan hosil bo'lgan zo'r toshqin uy imoratlarini, ko'chalardagi mashinalarni yiqitib ketibdi. Bir o'rdak daraxt ustiga chiqib olib, atrofdagi ishlarga nazar solib, kalkun suyning bir xo'roz bilan bir makonni yiqitib ketayotganligini ko'rib qopdi. O'rdak bu ikkisining bu ahvolidan to'lmay hayron qopdi. Ve işinin akıbetini biliş üçün soğuk sakrab ularning arkasından ergişip üzüptü. Xeyli vaqt üzgəndən keyin ördək sudan qaytıb çıxışını oylagan bolsunmu, lekin dolqunğa qarşı üzüp mağalmaptı. Güçlük dolqun ularni dengizga tashlaptı. Axiri dengiz dolquni ularni baxtiga bir aralga chiqarib qo'yibdi. Ular aman esen aralga chiqib olgandan keyin birər kishini tepish uchun aralni ko'p aylanib, oxiri bir yerda yolg'iz yashaydigan bir bechora toshbaqani uchirtibdi. Xo'roz mekanning to'lmi g'amkin turganligini sezib, uningga "Herkes ko'nglingizni yerim qilmang, biz tirishib yaxshi ishlasaklar cho'qim hayot qolamiz, siz menga yordam qilsangiz bo'ldi" debdi. Xo'roz mekan bilan birga yerni ko'lab tuproqni bo'shatishga boshlabdi. Mekan orqadan bug'doy, arpa urug'larini yerga teribdi. Biroq o'rdak ularga yordam qilmasdan texi ularni masxara qilibdi. Xo'roz bilan mekan ishga kirishib ketgan vaqtlarda o'rdak kun bo'yi aram olib bekor yuriydi ekan. Toshbaqa kichik bir uy yasashni ko'ngliga pukib, jafoga chidab ishlabdi. Gerçi qurilish kechikkan bo'lsa-mu, oxiri ishni to'liq tamomlabdi. Xo'roz yerni ko'lash jarayonida tepib olgan qurut va boshqa hasharotlarni kun nuriga qaqlab quritib, toshbaqaning yeyishiga beribdi. Kunlarning o'tishi bilan o'rma vaqti yetib kelibdi. Xo'roz bug'doy bashaqlarini o'rib yiqitsa, mekan tumshuqi bilan dallarni postidan ayiradi ekan. Toshbaqa yig'ilgan mangan samanni o'z yasgan kichik uyga to'shaydi ekan. Ammo Ho'rin o'rdak ularga yordam qo'lini sunmasdan, aksicha ularni masxara qilib, kulib yuriydi ekan. Oxir qish faslimi yetib kelibdi. Toshbaqa, Xo'roz va mekan qishning qor bo'ronlari va dengizning kuchli to'lqinlaridan saqlanish uchun uyga o'rlashyapti. Havo sovib, qor yog'ishga boshlabdi. O'rdakning sovuq chidamay ularga qarab ko'z yeshi qilib, mundaq debdi: "Sizlardan o'tinib qolay, uyinglarga kirib sizlar bilan birga g'izolanishga yo'l qo'ysanglar, men ocharchilik va qattiq sovuqdan o'lar holatga yetib qoldim" debdi. Xo'roz uningga hissdoshlik qilmabdi. Aksicha uningga "Ishlamagan odam tishlamaydi" deb tanbih beribdi. Mekan uni mazoq qilib: "Hey o'rdak, qani yana burunqidek xushal-xuram kulib yurmamsan" debdi. Toshbaqami oxirida so'z qo'shib: "Ziroat termagan kishi hosil ololmaydi. Balki texi Ho'rining oqibati to'lmi xatarlik bo'ldi" debdi. O'rdak ularning qo'pol so'zlarini anglab, achchiq va qattiq sovuqqa qaramay bu yerdan ketish qaroriga kelibdi. Shu chog'da ularning bechora o'rdakka hissdoshlik qo'zg'alib, bu haqda o'zaro maslahat qilishibdi. Xo'roz arg'a tushib: "Biz bu qatim uning kamchilik qilayli, u bu orqali o'z xatoligini tunib qolsa emas" debdi. Shuning bilan toshbaqa chiqib o'rdakni uyga boshlab kiribdi. O'z qilmishidan qattiq xijillikqa cho'mgan o'rdak hamrohlarga kelgusida tirishib ishlab, vaqtni bekor o'tkazmaslikka va'da beribdi. Bugungi hikoyamiz bu yerda oyoqlashdi. Yana bir qatimliq hikoya o'qishimizda ko'rishaylik.